Salom. Ushbu videoda ADS Consultancy platformasida employee kim ekanligini, uni taklif qilishdan oldin qanday ma'lumotlar kiritilishi kerakligini hamda tizimdagi nera va ish haqi funksiyalari qanday ishlashini tushuntirib beramiz. Employee bu kompaniyada ishlaydigan va maosh oladigan shaxsdir. Taklif yuborishdan oldin ish beruvchi payroll tizimida bo'lgan barcha xodimlarni qo'shishi kerak. Buning uchun kerakli xodim yonidagi tahrirlash tugmasini bosing va quyidagi ma'lumotlarni to'ldiring. Har bir ish kunidagi tanaffuslar soni, maosh davri, haftalik, 2 haftalik yoki oylik, xodimning ish boshlagan sanasi, kasbi yoki lavozimi, asosiy ish haqi stavkasi, qo'shimcha ish vaqti stavkasi, payroll hisob-kitobini to'g'ri amalga oshirish uchun zarur bo'lgan boshqa parametrlar. Taklif yuborilgandan so'ng, xodim tizimga kirish uchun uni qabul qilish kerak. Taklifni qabul qilgandan keyin, xodim istalgan vaqtda Nera forumni onlayn tarzda to'ldirishi mumkin. Nera forumni to'ldirish uchun tizimga kiring. Kompaniyangizni oching. Pastga tushib, employee bo'limini toping. Xodim nomi yonidagi ish haqi tugmasini bosing. Maosh yilini tanlang. Maosh davrini tanlang. Ya'ni to'ldirayotgan hafta yoki oy. Nera forumni to'ldiring. Nera formasini to'ldirish jarayonida xodim uni o'zining shaxsiy elektron imzosi bilan tasdiqlaydi. Bu hujjatga yuridik kuch beradi va ham xodimning, ham ish beruvchining huquqlarini himoya qiladi. Shaxsiy kabinetida xodim quyidagilarni ko'rishi mumkin. Rasmiy bayram kunlari ro'yxati, foydalanilgan yillik ta'til kunlari, kasallik ta'tili kunlari, asosiy ish haqi stavkasi, qo'shimcha ish vaqti stavkasi, yil davomida ishlangan umumiy soatlar soni. Agar ish beruvchi xatolik topsa, u ish soatlarini tahrirlashi, formani xodimga qaytarib yuborishi, yangilangan tasdiqni qabul qilishi mumkin. Ish beruvchi quyidagilarni amalga oshirishi mumkin. Ma'lumotlarni Excel formatiga eksport qilish, ishlangan soatlarni mijozlarga tasdiqlash uchun yuborish, barcha ma'lumotlarni buxgalteriya va payroll tizimlari bilan integratsiya qilish. Platforma quyidagi tomonlar o'rtasidagi aloqani soddalashtirish uchun yaratilgan. Ish beruvchi, xodim, buxgalter, zarur bo'lsa mijoz. Tizim quyidagilarni ta'minlaydi. Qonunchilikka to'liq muvofiqlik, nizolarni oldini olish, shaffof hisob yuritish, ishlangan soatlarni aniq tasdiqlash, payroll jarayonlarini avtomatlashtirish. Ko'rganingiz uchun rahmat.